Qiziljonlar, mana krem tayyorlanish jarayoni ketyapti. Sizlarga alohida olingan videoni xuddi shu tarzda qilingan bu ham. Mahsulotni muzdek holatiga ahamiyat berasizlar. Qaymoq, zgushonkani 15-20 minut muzxonaga qo'ygan holatda birov aralashtirib qo'yib qo'yamizda. 15-20 minutdan keyin olib, essenziyani 3-4 tomchi solib, to'xtamasdan 4-5 minut davomida mikser qilamiz. Agar qo'l mikseri bo'lsa, eng baland skorsida 5-6 daqiqa mikser qilasizlar. Planetarniy mikserimizda esa 3-4 daqiqa yetadi. Bu planetarniy davomiyligi, balandligi 5-6-7 gacha chiqariladi. Qiziljonlar, mana shunaqa quyuq holatda kelgandan keyin bo'ldi, to'xtatasizlar. Krem tayyor holatiga kelgan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qizlar, ko'ryapsizlarmi? Vinchikdan ham mana qaymoq tushib ketmayapti. Boya ko'rganingizdek suyug'ida qaymog'imiz mana shunaqa qotib turishi kerak qizlarjonlar. Mana bu o'xshagan krem bo'ladi. Xudo xolasa qizlarjonlar, shunaqa qonun qoidalariga e'tibor qilib qilsanglar, xudo xolasa o'xshab chiqadi qizlar. Mana qizlarjonlar, mana qaymoq kremimiz ko'rinishi shunaqa quyuq holatga keladi. Bugun sizlar bilan muzqaymoq kremini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, bizga 1 litr qaymoq. Hozir qaymoqni ko'rsatib o'taman. Cho'zdiruvchan, hidsiz, shunaqa oppoqqina rangda bo'lishi kerak. 500 gram oq zgushonka va essensiya plombyri kerak bo'ladi. Mahsulotlarimiz, qaymog'imiz va zgushonkamiz doimo muzdek holatda bo'lishi kerak va qaymog'imizni idishga solganimizdan keyin zgushonkamizni solamiz va ikkalasini yaxshilab aralashtirib muzxonaga 15-20 minut davomida muzxonada qo'yib olamiz, mikser qilishimizdan oldin. Yigirma minut davomida turgan qaymoq va zgushonkamizni olib, essensiyadan 3-4 tomchi tomizamiz va mikserimizni eng baland skorsida, ya'ni 5 skorsida qo'yib, 5-6 minut davomida to'xtamasdan mikser qilib olamiz. Mikser qilayotganimizda sekin-astalik bilan qaymog'imiz quyuqlashib va shunaqa ko'rinishdagi izlar paydo bo'lishni boshlaydi. 5-6 minut mikser qilganimizdan keyin kremimiz tayyor holatiga keladi. Ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lopatkamizni ham olib bemalol ko'rsatib o'taman. Lopatkadan tushmaydigan holatda bo'ladi. Shunaqa quyuq, chiroyligina, mayingina krem tayyor bo'ladi. Va tortimizni oxirgi bosqichlarini ham alohida video orqali sizlarga ko'rsatib o'taman.